Ko'p odamlar o'ylaydi, Koreyaga borsam 2-3 yil ichida uy-joy mashina qilib tashlayman deb. Lekin hammasi ham sizlar o'ylaganchalik oson emas. Talabalar odatda universitet, kollejlarda o'qiydi. Ana undan keyin darsdan tashqari ishlaydi. Ko'pchilik restoran, dastavka, qurilish, zavod, tekbilarda ishlaydi-da. Hozir Koreyada kunlik adashmasam eng kam ish haqqi 8 soatiga $56 to'laydi. Ishda oxirligiga yarasha narx ham ko'tariladi, $100-$150 Ana endi bir oyda qancha topasi o'ziga bog'liq. Har kim harakatiga yarasha ishini topib, ishlab ketaveradi. Bitta gap bilan rizqi bo'lsa Koreyada undan boy odam yo'q. Rizqi bo'lmasa undan noshor yo'q-da, to'g'risi. Kimda qanaqa fikr bildira bilmadim, lekin men shunaqa deb o'ylayman. O'zim borganimda qiyinchiliklar ham, yengilliklar ham ko'rganman. Shunaqa gaplar do'stlar. Ko'pchilik savol beraveradi mana shunaqa tema bo'yicha. Agar Koreyaga o'qishga yoki ishlashga ketmoqchi bo'lsangiz, Koreyada direktorni yozing, batafsil tushuntirib beraman.